Assalomu alaykum qardoshlar. Ko'rayotganlar keynimdagi Abul Ayyub al-Ansari radhiyallohu anhuning qabrisi. Abul Ayyub al-Ansari radhiyallohu anhu bo'lsa Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning xizmatkori va Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam Madinaga tushgan vaqtda uyga tushirgan nihoyat cho'ng sahobalarning birisi. Madinalik Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning hamrohi bo'lgan bu sahoba nima uchun Istanbulga kelib vafot topdi? O'zining yurtida xotirjam bolalarni beqib yashasa bo'lmamdi? Ikki harining birisi ulug' bir masjid va nima uchun bu yerlarga keldi? Bu haqda bizlarga nihoyat cho'ng bir darslar bor. Bilginimizdek Abul Ayyub al-Ansari radhiyallohu anhu bo'lsa Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni o'zining uyiga tushirgan. Ya'ni Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Madinaga kelgan vaqtida sahobalar Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni talashib, "Mening uyimga tushlar" talashgan vaqtida Abul Ayyub al-Ansari radhiyallohu anhu Rasulullohning yuktoqini ko'targancha o'zining uyiga elib ketgan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom "Yuktoq nada bo'lsa men shu yerda bo'laman" deb Abul Ayyub al-Ansari radhiyallohu anhuning uyini tanlagan. Ya'ni mush sahobaning uyini tanlagan. Abul Ayyub al-Ansari radhiyallohu anhu Payg'ambarimizning nihoyat ko'p xizmatini qilgan. Resulullah'ın hizmetini qilish, yani Allah tanlagan insanın hizmetini qilish nihoyat cho'ng bir ulug' bir ibodat. Abul Ayyub al-Ansari radhiyallohu anhu bu ulug' ibodatlarga ko'payinib qolmadi. Badr urushi bo'ldi, safning oldidan o'rin oldi. Uhud urushi bo'ldi, safning oldidan o'rin oldi. Xandak urushi bo'ldi. Ya'ni Rasululloh ib bo'lgan urushlarning hammasiga shohid bo'ldi. Qatnashdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning Xaybarda Yahudilar qarshi ilib bo'lgan urushidimi mana shu Abul Ayyub al-Ansari degan mush sahoba safning beshida bo'ldi. Bu urushda Yahudining katta boshlari o'ldirildi, nurg'ulg'an kishilar asir elindi. Asirlar ichida bo'lsa Yahudilarning katta bo'shi Huyay ibn Axtabning qizi Safiya bor edi. Safiya asirga tushgandan keyin musulmon bo'ldi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom u ilgariki urush sababli paydo bo'lgan so'g'chilikni yo'q qilish uchun Safiyani amriga ilish orqali bir tuqqandochilik beg'i barpo qilishni maqsad qilib musulmon bo'lgandan keyin Hazrat Safiyani amriga oldi. Mana shu Abu Ayyub al-Ansari radhiyallohu anhu Rasululloh Safiyani olgandan keyin faqat xotirjam bo'lmadi. Chunki Abu Ayyub al-Ansari radhiyallohu anhu payg'ambarimizga nihoyat kuyunatdi, o'zi jindan aziz biratdi. To'y qilgan kundan tortib Abu Ayyub al-Ansari radhiyallohu anhu payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning uyining atrofini o'ylab yurdi. Chunki to'y qilibla Rasulullohga yomon niyatda bo'lib qolarmi, Rasulullohni qasli o'tami deb nihoyat andish qildi. Bir kechasi payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ishkan tuyida taraq-turuq qilgan bir ovozni angladi. Payg'ambarimiz nima bo'lgandi deb chiqib qarag'udak bo'lsa, mana shu Abu Ayyub al-Ansari radhiyallohu anhu. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu yer nima ish qilsa deb so'radi. Abu Ayyub al-Ansari radhiyallohu anhu bo'lsa, "Ey Rasululloh, uning dadasi tuqqanlari jonda o'ldirildi. Sana bir suiqasd qilib qolarmi, sana yomonlik qilib qolarmi deb endish qilib uyimda o'ltirolmay seni shunday chorlab chiqdim" dedi. Bunu anlagan Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam "Harasakallahu ya Abu Ayyub hayyan ve meyten." Ey Abu Ayyub, seni Allah hayat ve vafat topgan vaqtingdimi, yani o'lgan vaqtingdimi seni Allah mudafiya qilsin, qo'g'disin deb unga duo qildi. Bu gapga diqqat qilinglar. Shunday qilib Abu Ayyub al-Ansari radhiyallohu anhu Peygamberimiz Muhammad alayhisolamning xizmatini qilishdek, mushundaq buyuk ibodatni qilib turib, uningga qanoat qilmadi. Bütün cihatlar qatnashdi. Hatta Qur'on-i Karimda Alloh taolo Allah ulardan razı bo'ldi deb sifatlagan, daraxtning ostida bayat qilgan o'lim bayatiga qatnashdi. Hazrati Abu Bakrning davridagi jihatlar qatnashdi. Hazrati Umarning davridagi jihatlar qatnashdi. Hazrati Osmonning davridagi jihatlar qatnashdi. Hazrati Alining davridagi Saffin jihatlari qatnashdi. Hazrati Alining keyingi Umaviylar davrichilik Alloh taolo Abu Ayyub al-Ansariga umr berdi. Yaşı 80'ga yaqinlab qoldi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom o'sha Istanbulni bir amirning boshchiligida bir qo'shin fath qildi. O amir nihoyat yaxshi, o qo'shin nihoyat yaxshi deb maqtagan edi. Mana mushu maqtashga erishish uchun Muaviya radhiyallohu anhu Istanbulni fath qilish uchun, ya'ni ayni vaqtdagi Bizantiya, Rumlarning poytaxti bo'lgan bu Istanbulni fath qilish uchun nihoyat zo'r qo'shin tashkil qildi. Bunu anlagan Abu Ayyub al-Ansari radhiyallohu anhu 80 yoshga kirib qolgan bo'lsa-mu, men mushu qo'shinning ishida bo'lma deb urushga tayyorlik qildi. Ham o'zimizga bir qarab boqdik. Biz namozimizga ishonch qilib, bergan zakotlarimizga, iqtisodlarimizga ishonch qilib, jannatdan beg'am, xuddi jannatning ochqichini ep bo'lgandek oxiratligimizdan nihoyat beg'am yashayapmiz. Ammo Abu Ayyub al-Ansari radhiyallohu anhu bo'lsa, Rasulullohning xizmatini qildi, Rasululloh qilgan jihatlarning hammasini qildi. Hazreti Abu Bakr, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali ular qatnashgan jihatlarning hammasiga deganda qatnashib turib,
yani şu yaşanıp kalgan 80 yaşa kirib kalgan vaqtda bu qo'shinga qatildi. Abu Ayyub al-Ansari o'zining yurtida xotirjam namozni o'qib, hatto bir rakat o'qisa 1000 rakatning savobi beriladigan Madinatul Rasul, Rasulullohning shahrida turishni nima ishga tanlamadi? Nima uchun navrarimni baqay deb bir kishilik turmushini o'ylamadi? Nima uchun xotirjam turmushini tashlab Alloh yo'lida kurash qilaman deb u Muaviyaning qo'shiniga qo'shildi? Faqat va faqat jannatni haqiqiy ko'zlaganlik uchun, bu hayotga aldanmaganlik uchun, bu hayotning o'tkinchi ekanligiga ishonganlik uchun Abu Ayyub al-Ansari radhiyallohu anhu o hayotning vaqtlik lazzatiga aldanmadi. Abu Ayyub'i ishonsa, nurg'ulg'an ibodatlari batdi. Jihatlari batdi. Rasulullohning xizmatini qilishdek ulug' sharaf ibodatlari batdi. Ammo o'zini uningdan aldamadi. Biz-chi qilgan ozroq ishlarimizga, da'vatimizga, zakatimizga, hajrimizga ishonib, jannatning ochqichini qo'limizga olib qo'ygandek xotirjam yashaymiz. Bu bizning ahvolimizning naqadar xatarli ekanligini ko'rsatib turadi. Bu bizning Allohni haqiqiy shaklda tunmaganligini ko'rsatib turadi. Allohni haqiqiy tungan odam Allohning qishki narsaga ana shundoq intiludiki, dunyodagi xotirjamlik, dunyodagi huzur uni oldiyanmaydi. Abu Ayyub al-Ansari aldanmaganligi uchun 80 yoshga kirib qolgan bo'lsa-mu, ana shu qo'shinga qo'shildi. Qo'shin mana shu Istanbul taraf qarab yurish qildi. Yo'lda Abu Ayyub al-Ansari radhiyallohu anhu yashinib qolganlik uchun kasal urun tutib yetib qoldi. Qo'shinning qo'mondoni Yazid, "Sening bizning aramizda nayt hurmating bor. Sen qaytib ket" dedi. Ammo Abu Ayyub al-Ansari radhiyallohu anhu esa asla hargiz qaytmayman. Agar men o'lib ketsam, mening janozamni sizlar bora olgan yergachilik berib, shu yerga kirib dafn qilinglarki, kafirlar shuni bilsinki, bu yerga musulmonlarning qadimi yetibdi deganni bilsin deb buni vasiyat qildi. Darvaqa uzun o'tmay Abu Ayyub al-Ansari safar ustida vafot topdi. Onun vasiyati bo'yicha Yazid onun qabrisini musulmonlar qo'shini yetib kiralgan mana mushaga akilib dafn qildi. Bu ya u vaqtda Rim imperatorligining sepilining teshida edi. Ya'ni u vaqtdagi qo'shin Rim imperatorligining sepilining hammasini qo'rshovga olgan. Kilalgan yeri shu edi. Shuning uchun kilalgan yeriga vasiyati bo'yicha Abu Ayyub al-Ansarining qabrisini dafn qildi. Bir qancha oy sepilning atrofini muhosiraga olgan bo'lsa-mu, lekin qo'shin sepilga besib kiramadi. Amalsiz qaytishga majbur bo'ldi. Shunday qilib Abu Ayyub al-Ansari radhiyallohu anhu ni payg'ambarimizning xizmatkori, do'sti, yaxshi ko'radigan bu hamrohini mana bu yerga qoldirib, Yazidning qo'shini qaytdi. Rumlarning podshohi payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning cho'ng sahobasining qabrisining o'zining sepilining qishti qolganligini anglab, musulmonlarni qo'rqitish, tahdid silish, yurakini ezish, ruhiga urish uchun ularga mundaq xat yozdi. Ey musulmonlarning xalifasi, anlasam sizlarning payg'ambaringlarning cho'ng bir hamrohi mening sepirimning tuyida o'libdi, vafot etibdi. Men u sizlarning payg'ambaringlarning cho'ng hamrohining u jasadini tortib chiqib, pochilab, itqi tashlab beraman deb xat yozgan. Bu xatni o'qigan xalifa Muaviya radhiyallohu anhu onunğa bundaq javob qaytardi. Ey Rum podshohi, angla. O bizning payg'ambarimizning cho'ng hamrohi. Onun bizning aramizda nəhayət cho'ng bir hürmeti var. Meylisining xavring bor, meylisining xavring yo'q. Qanda bir tarafdan bo'lsin, onun qabrisiga azraqlam daxli etadigan Arab yerda bir tam chirkov topolmaysa, har qanday xristianni ko'rganda o'ldirma deb javob qaytardi. Bu xatni o'qigan Rum podshohi nəhayət qo'rqib ketdi va shu vaqtning o'zida o qabrning atrofiga muhofizatchi tikdi. Qabrini sug'urdi, uni maxsus xarvaladi. Ta ki Muhammedul Fatih İstanbul'u fəth qilgan qadar Rum padişahının əskeri mana şu büyük sahabini qoğdaydı. Demek bu yerdə Peyğəmbərimiz Muhammed aleyhisselamның ey Abu Ayyub, seni Allah ölük ve hayat vaxtında muhafizat qılsın degan hadisi əməli, real şekilde, müciz şekilde reallıqqa çıxaydı. Mana bugün günümüz kadar hatta Müslümanlar fəth qılıngandan keyin Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu'nun qabrisi qoğdalmaqda, muhafizat qılmaqda.